Sansevieria parvarishini qisqacha tushuntirib beraman. Sansevieria deyarli joy tanlamaydi, yorug' joyda ham zo'r o'sadi, yorug'lik kam joyda ham zo'r o'sadi. Asosiysi ustiga quyosh tushmasin. Asosan kuchli quyosh barglarni quritadi, barglarni kuydiradi. Sansevieria mo'tadil issiqroq haroratda yaxshi ko'radi, lekin juda ham issiq dim xonalarda qiynaladi va juda ham sovuq xonada ham qiynaladi. Lekin sovug'iga ancha chidamli. Sansevieria uchun eng zo'r harorat bu +18 +28 oralig'i. Sansevieria suvni ko'p ham xohlamaydi, chunki bu sukulent o'simlik. Tuprog'ini yaxshilab quritib, keyin sug'orish kerak. Misol uchun yaxshilab obdon sug'orasizlar, keyin tuprog'ini oxirigacha quritasizlar va keyin yana obdon sug'orasizlar. Doim shu tartibda sug'orish kerak. Sansevieria katta tuyalarni yoqtirmaydi. Katta tuyada chiroyli sog'lom o'smaydi va chirish ehtimoli yuqori bo'ladi. Sansevieriani har doim o'ziga mos kichikroq tuyaga ekinglar. Sansevieria tuprog'i yengil, havoni yaxshi o'tkazadigan, nisbatan tez quriydigan va ozgincha qumli toshli bo'lishi kerak. Og'ir qotib qoladigan, o'zida namlikni ko'p saqlaydigan tuproqlar Sansevieriaga bo'lmaydi. Do'stlar, keyingi videoda oziqalar haqida qisqacha gaplashamiz. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'linglar.